Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizlarga Latviya mamlakati hamda u yerdan taqdim etilgan ish o'rinlari haqida video davomida ma'lumot berishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda Latviya vizasi haqida gapiradigan bo'lsak, Latviya vizasini olish osonroq Yevropa mamlakatlarining Schengen hududga a'zo bo'lganlari orasidan. Bu hududga nechta mamlakat kirishi haqida ham sizga video davomida to'liq ma'lumot aytib o'tishga, yevro brutto oylik maoshlarni ham sizga to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Videoga yoqdi belgisini bosib kuzatishda davom etishingizni so'rab qolaman. Ana endi Latviya mamlakatidan qanday ish o'rinlari taqdim etilgan va qaysi kasb egalariga talab yuqori, oylik maoshlari qanaqa, yosh chegarasi, til talabi, ketish xarajati haqida sizga to'liq ma'lumot beraman. Xo'p, ana endi qanday kasb egalari u yerga kerak? Xo'p, o'qib eshittiradigan bo'lsam, bizni Telegram kanaliga ulanib olishingiz mumkin. Ulanib olishni ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni kim Telegram kanalimizda Latviya, Yevropa bo'ylab, butun dunyo bo'ylab ish o'rinlari juda ko'p. Bemalol o'zingiz xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Men aynan Latviyani 7 ta vakansiyasini olib, hozir YouTube ijtimoiy tarmoq orqali sizga ma'lumot beraman. Xo'p, payvandchilik sohasi bu o'zimizni odatiy kundalik iborada svarshilik deyiladi. Oylik maosh 1200 yevrodan 1600 yevro netto tariqasida to'lanadi. Ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklar rus tilini bilish shart. Keyingi ish o'rni Latviyada xona tozalovchisi ayol va erkaklar ishga qabul qilinadi. Oylik maoshi 600 yevrodan 1400 yevrogacha to'lanadi. Netto tariqasida yosh chegarasi 25 yoshdan 45 yoshgacha rus tili, latish tili, ingliz tili. Mana shu uchala tildan bittasini bilishingiz shart. Xo'p, yana ish o'rni quruvchilarni ishga taklif etamiz. 1350 yevrodan 1600 yevro bu ham netto tariqasida to'lanadi. Yosh chegarasi 25 yoshdan 40 yoshgacha erkaklar til talabi rus tilini bilish shart. Yog'och eshiklar ishlab chiqarish, ya'ni duradgorlik sohasi bo'yicha ish o'rni 8 yevro soatiga to'lanadi. Bir oyda esa 1300 yevro bo'ladi. Xo'p, 1300 yevrodan keyin sizning oylik maoshingiz ko'tarilishi mumkin. Bu ham netto tariqasida to'lanadi. Xo'p, ana endi Latviyada operatorlar 1200 yevrodan 2000 yevrogacha nettoda to'lanadi. Yosh 25 yoshdan 40 yoshgacha erkaklar rus tilini bilish shart. Ana endi oshpazlarga 1200 yevrodan 1500 yevrogacha nettoda to'lanadi. Erkaklar 22 yoshdan 48 yoshgacha 5 yillik tajriba, rus tilini bilish shart. Ingliz tilini bilish esa ustunlik beradi. Ya'ni oylik maoshingiz ko'proq chiqadi degan. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysi tur davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Xo'p, ana endi brutto va nettoni tushuntirib beraman. Men va sherigim biz 3000 yevrodan oylik maosh oldik. Men bruttoda oldim, sherigim esa nettoda oldi. Brutto degani davlat 3000 yevro menga beradi, men 10% solig'ini to'layman. 3000 yevrodan 300 yevro davlatga qaytarib beraman, o'zimga qolgan 2700 yevro. Bo'ldi, mana shu. Sherigim 3000 yevro oldi, buni oylik maoshi nettoda oylik maosh olsangiz siz davlatga soliq to'lamaysiz, chunki davlat o'z soliqlarini olib tashlab sizga oylik maosh beradi. Xo'p, solig'i olib qolingan oylik maosh netto, solig'i olib qolinmasdan sizga beriladi va siz soliq to'lasangiz bunaqangi oylik maosh brutto deb ataladi. Xo'p, brutto va nettoni tushuntirib o'tdim. Xo'p, ana endi
Schengen hududiga a'zo bo'lgan mamlakatlarning nomma-nom aytib o'taman va Schengen hududi nima ekanligini ham tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda Schengen hududi Yevropa ikki qismga bo'linadi bu borada. Schengen hududiga a'zo bo'lgan mamlakatlar va Schengen hududiga a'zo bo'lmagan mamlakatlar. Deylik 29 ta mamlakat a'zo. Siz birorta mamlakat Latviyaga bordingiz sayohat vizasi orqali. Bemalol Germaniya, Fransiya, Italiya, Norvegiya, Finlandiya, Shvetsiya, Shvetsariya mamlakatlariga mashina, avtobus, samolyot yoki poyezd orqali bemalol borishingiz mumkin. Sizda chegara xizmatidan tekshiruvlar bo'lmaydi, bemalol o'tib qaytasiz. O'zbekiston ichida viloyatdan viloyatga qanday o'tib yursangiz, u yer ham shunday. Va 29 ta davlat kiradi. Pul birligi esa 29 ta mamlakat ichida bir xil yevro, ya'ni pul birligi bo'yicha ham sizda muammo bo'lmaydi. Bunisi davlatdan narigi davlatga o'tishingizga. Xo'p, bu davlatlar Germaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Portugaliya, Niderlandiya, Belgiya, Avstriya, Shvetsiya, Daniya, Finlandiya, Gretsiya, Polsha, Chexiya, Slovakiya, Sloveniya, Vengriya, Estoniya, Latviya, Litva, Lyuksemburg, Malta, Xorvatiya, Ruminiya, Bolgariya, Norvegiya, Shvetsariya, Islandiya, Liechtenstein. 29 ta mamlakat Schengen hududiga a'zo. Ana endi Schengen hududiga a'zo bo'lmagan mamlakatlarni aytib o'taman. Buyuk Britaniya, Irlandiya, Kipr, Ukraina, Belorussiya, Rossiya, Serbiya, Bosniya, Gersegovina, Chernogoriya, Albaniya, Shimoliy Makedoniya, Moldova hamda Kosovo va Turkiya ham Yevropa mamlakatlari sirasiga kiradi. Deylik siz Belorussiyaga bordingiz, u ham Yevropa mamlakati. U yerda chegara bor, pul birligi bor. Xo'p, siz Buyuk Britaniyaga bormoqchisiz. Alohida viza olishingiz kerak bo'ladi, valyutalarni o'girishingiz kerak bo'ladi yoki Germaniyada ham shunday. Belorussiyadan Germaniyaga o'tmoqchi bo'lsangiz, viza olishingiz kerak, samolyot orqali borasiz, tekshiruvlar bo'ladi. Chegara orqali o'tsangiz ham nechtadir chegara nazoratidan o'tishingizga to'g'ri keladi. Schengen hudud haqida ham sizga ma'lumot berdim. Qaysi mamlakat kirishini, qaysi mamlakatlar esa Schengen hududiga kirmaganini ham aytib o'tdim. Xo'p, ketish xarajatlarini aytadigan bo'lsak, Latviya mamlakatiga ketish xarajati $1200 dan $1800 ish o'rni hamda oylik maoshiga qarab. Raqobatchi xususiy bandlik agentliklari hamda Migratsiya O'zbekiston orqali ham ketsangiz bo'ladi. Bunda Migratsiya agentligi orqali ketsangiz sizga o'ylaymanki $800,000 atrofida aylanadi. Chunki bu yerda sizni hujjatlaringizga ketadigan xarajat hamda aviachiptangiz uchun ketadigan xarajatlar ham bor. Mana shuni ham inobatga olishingizni so'rab qolaman.